Assalomu alaykum, Vodiyuz kanalining yashaddi obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan chorvador akalar. Akalar xudo xolasa bo'g'oz ishqibozlariga yetugidan zo'radan va'da qilingan o'tgan safar va'da qilgandik, xudo xolasa bo'g'ozlarimiz kelyapti. Keyingi videoroligimizga chiqaramiz degandik. Xudo xolasa akalar va'da qilingandek chempionlaridan kelgan. Like'ni bosib maksimalni podishkani yemay tursalar, xudo xolasa narx-navolarni qo'limizdan kelgancha yoritib berishga harakat qilamiz. Akalar hafta kuniga 2-avgust xudo xolasa haftaning yakshanba kuni Namangan viloyati To'raqo'rg'on emas deb o'tgan safar ham adashib ketgandim. Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz xudo xolasa akalar chempionlaridan zo'ra deydi-ku, mana qarang. Voy mashalloh. Agar xudo xolasa videoni o'tkazmasdan oricha ko'ribdidan like bosib qo'ysalang, chiroyli qilib narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Sarvarbek, bulardan nechtasini bir qo'yib beramiz endi uka? Bu ikkitasining narxi 50 million so'mdan. 50 milliondan, xudo xolasa. Yoshlari qanaqa bulardan? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Voy mashalloh. Adashmasam. 6 ta akalar xudo xolasa. Yuvoshligi zo'r mollar, deki mollar emas. Chov bormi yo'qmi? Yo'q. O'ta yuvosh mollar. Akalar xudo xolasa chovlar yo'q. Mana. Ha jonivor. Xudo xolasa bemalol, xudo xolasa 8 oylik, 9 oylik akalar. Yaqin. Qiziqqanlarga akalar xudo xolasa 50 million so'mdan. 50 million so'mdan. Telefon qilsangiz chiroyli qilib kamini xayrini qilib beriladi. Bo'ylari 1.40 atrofida. Balkim 1 sm plusdir, balkim 1 sm minusdir. Telefon qilsalar bir qator o'lchab berilaveradi. Qiziqqanlar ekran qarshisidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar xudo xolasa. Jonivorlar, mana qarang. Zo'radan zo'rlar akalar mana. Ay joning sog' bo'lgurlar. Mana. Yo'q, Shvetidan olaman degan akalarimiz uchun mana bu yerda akalar Shvetlardan. Toza Bishkek. Toza akalar Qirg'iziston Bishkek. Mana. Oq quloq, oq tumshuq. Mana, voy jonivor. Xudo xolasa Ikkinchi zo'rlar. qoringa bo'g'oz. Bular ham ikkinchi qorin. 8 oylik akalar, ikkinchi qoringa bo'g'oz bular ham. Bular tishi nechta? Tishi adashmasam, tishi 6 ta bo'lsa kerak. Ikkinchi qorinni berib bilaman. Tishlarni ochib ko'rsatib beramiz. Lekin yuvoshligi mollari zo'r. Mana qara. Hajjani ver. Xudo xolasa yaxshi narsalar. Yirigidan akalar. Bularda ham bo'ybaslari akalar 1.30-35 atrofida chiqadi. Plusda. Kam emas lekin. Mana bu molimiz hop 4-qoringa bo'g'oz. 4-qoringa bo'g'oz. Necha oylik? Molimiz yetuk 8 oylik bo'g'oz. 8 oylik bo'g'oz. Xudo xolasa o'zi ko'rinib ham turibdi. Endi bilgan, endi men to'g'risi gap bu bo'g'ozlargacha tushunolmayman. Endi bu ukalarimiz olib kelishadi. Yaqin deyishyapti, xudo xolasa akalar. Kimgadir ma'qul kelsa, mana qarang. Mol qarang, yiriligini, jani berdi. Bular narxi nech bilan deymiz? Bular narxi 46 million 500 dan. 46 million 500 nima keragi bor? 46 milliondan berishsin. Hop. Xayr kamini qilib, dastlabkilarni qilib beramiz. Dastlabkasi qayergacha tekin? Dastlabkasi Toshkentgacha. Toshkentgacha. U yoqqa kelishilgan holda qilib beriladi. Joning sog' bo'lsin. Akalar xudo xolasa Toshkentgacha dastlabkasi Sarvarbek ukamizning bo'ynida, Jalonbek ukamizning. Xudo xolasa Toshkentdan u yog'iga kelishilgan holda. Inshaalloh 12 ta viloyatga dastlabkalarimiz bor. Xudo xolasa telefonlashasizlar, kelishtirib, chiroyli qilib yo'lida qilib beriladi. Vodiyuz YouTube kanalidan ko'rib chiqyapsizlar, chiroyli qilib aksiya, skidkalar bilan qilib berishadi akalar. Hozir endi ichkarida yana bor akalar, ularni ham hozir chiroyli qilib narx-navolarni yoritib beramiz. Akalar mana xudo xolasa navbatdagilari. Ina bolalar ham bor ekan. Ro'zg'or bor. Ro'zg'or bor. Narxchi. 6 litr suti bor. Bolasi xunaji, toza buqaga qo'yilgan ekan. Hop, narxi 35,5 million so'm. Arzon ekan mana shu. 35 million 500 ming so'm Gumon akalar. ham bor, 2,5 oylik, 2 oylik qo'yilgan degan. Hop. Dehqon akalardan olganmiz buni o'zimiz. Ha, 50 ekan. Gumon deb qo'yilar ekan-da. Gumon akalar endi bo'g'oz chiqib qolsa kimdir lekin baxtli. 2,5 oylik bo'g'oz deb dehqon akalarimiz berishgan ekan, lekin gumon deyishyapti. Bolasi ham zo'r ekan lekin qarang. 35 million 500 ming so'mda xolasa chiroyli qilib kamini xayrini qilib beriladi. Hop, navbatdagisi. Mana. Bitta tuqqan molimiz, ikkinchi qoringa, hop, sementalga gibrid molimiz. Semental gibrid. Narxi 35 million so'm. 35 million so'm. Yosh variantda, uzoq yetarilgan. Yoshidan xolos. Mana bunisini ko'ring endi, mana bu qarang. Yirikligini qarang aka. Hop, molimiz
8 oylikka borib qoldi. 8 7 oydan oylik. tepada. 7 oylikdan tepasida. 8 oylik bo'g'ozi ham bo'laveradi. Xudo xolasa 8 oydan bo'lsa bu qilishlar. Xo'p, narx-navosi buni 40 million kami bor. 40 million so'm kami bor akalar. Endi mana bularni ko'ring. Ko'rikda chempionlar. Mana bularga. Voy, joning sog' bo'lgurlar. Akalar zo'ridan boqaman deganlar. Hozir orqa tarafdan ham o'tib ko'rsatib qo'yamiz. Narxi nechi pul deymiz? Bo'g'oz narxlari 48 milliondan. Bular ham yaqin. Yaqin ha, 8 oydan o'tgan bu mol. 8 oylikdan o'tgan akalar 48 million so'mdan kami bor. Endi bitta orqasini o'tib, akalar bo'ybastlarni aytib o'tib ketaman. Kimgadir qaysidir biri Mana angus mollarimizda katta bular, dadil. O'yda. kimgadir qaysidir biri ma'qul kelsa, akalar screenshot qilib tashlasalaring, yana bir qator video qilib Telegramdan обратный o'zlaringga tashlab berishadi. Mana. Aka. Mana uni ko'ring. Xo'p, aka, bolasini bo'ybasti 1.5, 1.10 atrofida. Endi ekranda qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Enani bo'yi 1.25, 1.30 atrofida. Mana. Mana. Aytjon, bolani siz lekin zo'r bergan ekan u qarang. Joning sog' bo'lgan. Chempioni. Mana bunisi akalar, xudo xolasa. Xo'p, aka buni to'liq ma'lumot berib o'tib ketaman shu bo'zakka. Xo'p, onasini urib qo'yilgan ekan. Hop. Xo'p. German kishi qo'yganmiz deyishdi. Endi biz ham aytib o'tib ketishmizdan. Xo'p. Yosh oyliklari 4,5 oylik ekan. 4,5 oylik. Ha, Zo'r 4,5 narsa oylik. ekan, qarang. Oqonashlarni orqani qarang. Uncha buqigadan beradi. Oyoq qo'lni polvonligi, molda sifat sorti ideal. Yakkalab ham sotaramizmi Jalonbek? Yakkalab ham sotaveramiz, ha? Bolasini o'zini necha pul beramiz, enasini o'zini necha pul beramiz yakkalabga? Bolasini o'zi narxini aytib o'tib ketaylik. Hop, Bolasini o'zi narxi 19,5. 19,5. Enasini telefon million berishsin, ha. enasini telefon qilsa kelishadigan yeri bor, xudo xolasa. Joning sog' Aniq, bo'lsin. hali gumonni bilib o'tib ketamiz, doktorimiz chaqirib. Bo'ldi. Agarlar telefon qilsalaring bilib berishadi. Bo'g'ozmi, bo'g'oz emasmi? Hop, mana bunisi akalar mana. Bo'ylari 1.25 buniki ham. Endi ekranda to'g'risi gap kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin akalar. Kami 1.25, undan kam emas. Mana, mol qarang sifatini. Ideal ekan janibar. Uni qarang, turishini ham. Oldiga qaraganda orqasi baland ekan mol. Endi mana bularni ko'ring aka, yirik. Bo'ybastlar buniki ham akalar kami 1.40. Mana mol uzunligini ko'ring. Janibar. Voy, joning sog' bo'lgur. Barber hozir sharoitimizdan so'rovlar ko'rinyapti. Xo'p, to'liq video qilib tashlab beraveramiz yoqqanini. Kimgadir ma'qul kelsa, akalar telefon qilsalaring, endi uni suitda to'g'risi gap sal arib qolyapti. Telefon qilsalaring, bir qator yana bir Telegramdan video qilib tashlab beriladi. Molni yaltirashini qarang aka. 8 oylikdan o'tgan, xudo xolasa kelasi ham. Bularni bo'ybastlari akalar 1.40, 1.45 atrofida. Kimgadir qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, telefon qilasiz, Jalonbek bilan aloqalasiz. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmang akalar. Eng zo'rlari xudo xolasa bizning kanalda bo'ladi.